Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, hurmatli baliqchibozlari. Chinoz baliq bozori kanalining ashaddiy qadrli aziz muxlislari. Bugun 2025-yil 2-oktyabr. Haftani demak, Xudo xolasa payshanba kuni. Okalar, bugun Chinoz baliq bozoriga yetib keldik. Baliq bozori boshlangan bo'lyapti. Okalar, bu tomonda mana orqamizda bitonka, katta bitonka, M39 bitonka yo'li mana. Bu tomonga ketsanglar, Sirdar orqali Havas, bu yog'i Jizzax, Buxoro, Qarshi, Navoiyga ketasizlar. Bu tomonga qarab yursanglar, chap tomonga qarab Toshkentga kelishi, Toshkentga qarab ketasiz. Toshkent viloyati, Toshkent shaharga. Shuni yonida, bitonka, shunday bitonkani yonida okalar, mana bitonkani yonida kirsanglar, Xudo xolasa baliq bozor. Ko'k parallel. Shunday kirsanglar, okalar, mana shunday kirganinglar, parallel joylashgan baliq bozori. Baliq bozor bo'lyapti, har kuni baliq bozor bo'ladi. Periliv. Abitan keyin 3larda boshlanadi, soat 8-9 gacha bo'lyapti. Optim ayni paytda bu 4-5 atrofida bo'ladi. Optim baliq bozor. Hozir soatimiz 5 bo'lib qopti, 5 bo'lgan. Biz baliq narxlar bilan tanishib ketdi birgalikda. Assalomu alaykum hormayli akalar. Baliqlar keldi olgan partiya. Akalar sazan baliqlari. Bular ichkilari keldi. Lagzapani kim aka bu? Mana sveji baliq tushyapti akalar. Bu yerda asl tasolo baliq bor ekan. Sazan balig'i. Yaxshimisiz Sagzab Shitda ekan. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Baliqlar yangi keldi partiya. Sveji. Tirik hali Xudo xolasa. Katta partiyada. Hali tushirib bo'lmasdan klientlar chiqib qoldi. Xudo bo'lyapti, kelaman. Qiynalmasin, ter. Gap yo'q. Hali narx chiqmagan bularni. Narxni oddiy gaplashamiz. Lagzaba charchamay sog' bo'ling, savdolarni bersin. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Bu yerda tasavvur bu juda katta partiya, Xudo xolasa. Bular ikki tepa 3 ham bor. Aralash tasavvur baliqlari, mana ko'ringlar. Xudo xolasa. Narxi qanaqa bo'lyapti? Tiriklari bor, tiriklari. Narxi qancha bo'lyapti? Tirikni 40 ming berib oldim. Mana tasavvurpi? 35 ming. 35 ming bugungi ikki tepada, 2-3 atrofida, 2,5 emas. Katta partiya kelgan, Xudo xolasa, akalar qiziqqanlar, tasavvur baliq yeymanganlar, ishbozlar uchun. Bu tez pishadigan baliq va shirin baliq. Undan tashqari sazan baliqlar mana. Qancha bo'lyapti kilosi? 40 mingdan. 40 mingdan necha kiloli bular? Feruz. 1 kilo 200, 1 kilo 300, 1,5 lekin. Yog'li yoqsiz. Yoqsiz, 100% yoqsiz, 40 ming kilosi. 40 ming. Mana ko'ringlar. Qayerga kelay bu? Mana Qo'rg'oncha, o'zimizni Qo'rg'onchani bor akalar, sazan yeymangan akalar bo'lsa, qiziquvchilarga zakazlari keldi. Dastavka ham qilib beramiz. Dastavka ham bor, Xudo xolasa. Uyga o'tib beramiz. Akam nomidan kelsa yana 2000 ming. Mana ko'ringlar, bu yoqda tiriklar hammasi. Akam nomidan Startda turibdi hammasi. Gap bo'l, kelinglar, Xudo YouTubedan ko'rib keldim desanglar, arzon bo'lgan joylari bor ekan. Gap bo'lsin, kelgan joylari bor. Charchamanglar, sog' bo'linglar, savdolarni bersin Alloh. Kuninglar xayrli o'tsin. Charchamanglar. Okalar, mana kirib keldik baliq bozoriga. Baliq bozori bo'lyapti, Xudo xolasa, mana avjida. Baliq bozori narxga qadar ketdi yurgan. Assalomu alaykum, hormaylar. Okalar, baliq bozori uchun tasavvur balig'i necha kiloli opa bu? 2 tepa. 2 tepa. Kilosi qancha bo'lyapti? 32 mingdan bugungi narxlari bor akalar. 32 mingdan tasavvur baliqlarni yirik sazan mana. Piyostirilar qancha bor? Piyostiri baliqlar mana. 43 mingdan piyostiri baliqlar. 3 kilomi? 4 kilo tepa. 3 kilodan 5 kiloga. 5 kilogacha piyostiri. Xudo xolasa, piyostiri baliq xohlovchilarga tasavvur baliqning juda katta partiyasi kelgan. Olaman deganlarga bozorlarga tayyorlashyapti, qoplab mana akalar. Xudo xolasa bozoringlarni bersin, charchamanglar. Bularda sazan balig'i, tasavvur balig'i, piyostir baliqlari bor. Kelib Chinoz baligiga kelsanglar, Xudo xolasa. Bo'ldi. Kimni? Mohirapan o'zlari uchasizlar, kelishni berishadi chiroyli qilib. Charchamanglar, sog' bo'linglar, savdolarni bersa, kuninglar xayrli bo'lsin. Samarqandga ham olib boriladimi? Malades. O'zim olib qo'yaman aka. Akamiz Samarqanddan kelishdi, mehmon. Baliq olgan keldinglarmi akalar? Okalar, ismingiz kim? Shahboz, Samarqand Shahboz ukamiz, Xudo xolasa Samarqanddan kelib savdo qilishyapti. Agar kelib aloqa etsa, o'zingizlar tanishlarga bemalol olib borib berasiz. Samarqandgacha. Kiriklaymi? Urgutgacha olib borishgan. Malades akalar. Oka, charchamanglar, sog' bo'linglar, savdolarni bersa, kuninglar xayrli bo'lsin. Tasavvur baliqlar sotilgan ekan, katta partiya, Xudo xolasa. 30 ming bo'ldi. 30 mingdan bo'ldimi? Malades. Bular 1,5 2 tepami? 2 kilo. Mana okalar tasavvur balig'i sotilibdi. 30 mingdan baraka o'tdi. Barakasi bersin. Azizniki va charchamanglar, sog' bo'linglar.
Okalar suda balığı, yani sudak balığının maydası 400-300 gram ne aka bular? 38 ming kilo ekan. 38 mingdan bir 200 kilocha borib ketdi xudo xohlasa. 200 kilo sudak balığı, yumshoq balık bo'ladi, shirin balık bo'ladi. 38 mingdan o'pki ko'tarasa xudo. Mana akalar qiziqqanlar uchun sudak balığı yeyman deganlarga, olaman degan akalarimiz Chinoz balığı bozori topiladi xudo xohlasa. Katta partiyada. Yeriroq shuni ola, yeriroq yo'qmi? Yo'q ekan yeriroq. Bu charchamaylar sog' bo'ylar, savdolarimiz akalar. Assalomu alaykum, xormang, mana sazan balığı. Qayerniki bu? Kene Mesni sazan balıqlar. Xudo yog'li yo'qsiz. Yo'qsiz variantini yeyman degan akalar bo'lsa, qiziquvchilar bo'lsa, yaltillab turibdi, sveji. Narxini ovoz qanaqa bo'lyapti? Kene 50 ming so'm, akalar. 50 ming so'm 1,5 kilo tepa. Yo'qsiz yo'qsa, chiroyli ajratib bersa, faqat yo'qsiz bu yoqda. 10% yog'i bor. 100% yog'i. Bu balıqimizda umuman yog' yo'q ekan, 1 gram ham. Faqat qovuriga maza qilib yeydigan shirin baliq. Tabiiy shirin baliq mana. Ilon balıqlar bundan tashqari ilon baliq qanaqa bo'lyapti? Kene ilon balıqlar bor, maydaroq bor, yiriroq bor ekan. Maydalar qancha bor? Kilosi 35 ming, tirik qara, akalar mana, tirik. Mana bu yerda yirilar, u qancha yiriklari? 50 ming so'mdan. Mayda sazanlar qanaqa bo'lyapti? Mayda sazanlar 48 ming so'm. Demak, baliqlarni tanlab olish imkoni bor. Ilon baliq, sazan baliq ikki xil varianti bor. Mayda, o'rta, yiriga. 50 mingdan 48 minggacha baliqlar bor. Bu 38 ming. Bunisi demak qaranglar, 38 ming, 45 ming, 50 ming, to'g'rimi? Razmeriga qarab o'shaga bu 1,5 tepa, 1,7, 1,6 shunaqa. 1,8 ana. Charchamanglar, sog' bo'ylar, savdolarni bersa, kuninglar xayrli bo'lsin. Baliq men aka ukalarimiz kelinglar baliq yeganda, Chinoz baliq bozoriga. Charchamang keling. Assalomu alaykum xormanglar akalar. Akalar, sazan balig'i 5 kilo oltga chiqadi, 5 ga tepasi. Xudo xolasa. O'zimizning mesli baliq. Tirik nafas oladi akalar, ko'ryapsizlar. Yaltillaganlari bor, bunaqa zo'rlari bor. Yeyman deganga maza qiladiganlari bor. Aka, narxi qanaqa bo'lyapti? Akalar 110 mingdan 120 mingga qarab ketadi. O'ziga qarab, xudo xolasa, tortiladi o'rasiga. Bugungi narxlar 110 mingdan 120 minggacha baliq turlariga qarab. Baliq kattalashgan sari narx ko'tarilaveradi. Hozir 10 kilo sazan kelsa, bu ham narx boshqacha bo'ladi, to'g'rimi? Bir qilamcha baliq qilib, akalar, baliq o'zi olmaydi, boqishi o'zi mehnati bor. O'tirishga va zaxda aka. Aka savdolarni bersa, qiziqqanlar uchun Chinoz baliq bozoriga kelsanglar, baliq uddalan topib ketasizlar. Narxi 3 kilolik atrofida, 3 kilo tepa 85 ming napas oladi aka mana baliqlar ko'ringlar. Voy jonivorlar. 85 ming kilosi bugungi narxlar. Xudo xohlasa ko'proq olsa, kami bor, kelishgan joylari bor. Ko'proq oladigan aka-ukalarimizga, qiziquvchilarga sal kami bor. Shuni qilib berishadi. Mana. Aka savdolarni bersin, charchamaylar, kuninglar xayrli, sog' bo'linglar.